O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi milliy terma jamoa futbolchilarini tekshirilgani bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlaridan izoh so'radi. Futbol panoramasi kanali o'zining dasturlarini davom ettiradi. Bugun mundial start olmoqda va shu o'rinda butun O'zbekiston aholisining e'tibori ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksika maydonlariga qaratilmoqda. O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi AQShning tegishli idoralariga rasmiy murojaat qilib, holat yuzasidan tushuntirish so'ragan. O'zbekiston milliy terma jamoasi mundialda sizningcha qanday ishtirok etadi? Bu borada ham fikringizni izohlarda yozishni unutmang. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Futbol panoramasi kanali o'zining dasturlarini davom ettiradi. Bugun mundial start olmoqda va shu o'rinda butun O'zbekiston aholisining e'tibori ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksika maydonlariga qaratilmoqda. Shu o'rinda mundialdan oldin o'ziga xos yangilik, yodingizda bo'lsa, O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari Niderlandiya bilan o'yindan oldin mahalliy politsiya tomonidan qattiq tekshirilgan edi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi milliy terma jamoa futbolchilarini tekshirilgani bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlaridan izoh so'radi. O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi orqali Amerika Qo'shma Shtatlarining tegishli idoralariga rasmiy murojaat qilindi. Bu haqida vazirlik matbuot kotibi Omonulla Fayziyev xabar bergan. AQShning Nyu-York shahrida O'zbekiston va Niderlandiya milliy terma jamoalar o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi 2-1 hisobida yakunlangan edi, yodingizda bo'lsa, va aynan mazkur uchrashuv oldidan milliy jamoamiz futbolchilari hamda murabbiylar shtabi a'zolari kuchaytirilgan xavfsizlik tekshiruvidan o'tkazilgan. Qayd etilishicha, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi bosh konsulxonasi AQShning tegishli idoralariga rasmiy murojaat qilib, holat yuzasidan tushuntirish so'ragan. Shu o'rinda muxlislarga yuzlanmoqchimiz. Ushbu holat yuzasidan munosabatingiz qanday? Fikrlaringizni video izohida yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi mundialda sizningcha qanday ishtirok etadi? Bu borada ham fikringizni izohlarda yozishni unutmang.